Assalomu alaykum. Endi esa Tursun Sodiqovaning Baxt qayerda kitobidan lavha. Odam qiyofasidagi maxluq. Erim ichadi. Unga hech narsaning, hatto 2 farzandining ham qizig'i yo'q. Ajrashib ketay desam, tumanda nomi chiqqan oilaning farzandiman. Erimning na orzu havasi, na intilishi bor. Topgan gapi, otang pul bersin, ish topib bersin. Ular bir necha bor ish ham topib berishdi. 10 kun ishlamay 5-6 joydan haydaldi. Otamning oldida ham uyatliman. Meni besabr deb o'ylamay, boshim qotgan. Bolalarining otasiz o'sishini istamayman. Balki insof kirib qolar. Javob: Qizim, ichkilikka bu qadar berilish yarim ruhiy kasal degani. Otangga ayt, pul bersin degan gapni sog' erkak aytmaydi. Sog' bo'lsa ham erlik oriyati sha'nini yo'qotgani aytadi. Xo'p, otang ish topib beribdi. Agar aqli aynimagan bo'lganda edi, birinchi martadayoq o'sha ishga yopishib olgan, o'zini qarzdor sezgan va yaxshi ishlab qaynotasining oldida o'zini oqlab olgan bo'lar edi. U shu turishida yalog'iga ovqat solib berishlarini kutib yotgan mushukdir. Undan bolalaring qanday foyda, qanday ma'ni, qanday rohat oladi? Dunyoda chumchuqning ham ini buzilmasin. Darvoqe, bu ota bolasining og'ziga hech yo'q chumchuqchalik don solyaptimi? Uning insofga kirishidan umid qilyapsan. Barakalla. Uni to'g'ri yo'lga solish senga, menga qiyin, ammo yaratgan uchun hech gap emas. Inshaalloh. Lekin hozircha bu manzarani davom ettirish ma'qul emas. Ijaraga bo'lsa ham chiqib ketish lozim. Ichkilikni tashlab, tayinli ishli bo'lguniga qadar kutishing lozim. Shunda ham qayerga borsang izingdan sudralib borib, itlik qilaveradigan bo'lsa, sudga berib ajralishingni ayt. Bordi-yu o'shanda ham o'nglanmasa, Allohga tavakkal qilib uning bag'ridan kech. Agar u tavba qilib ichkilikni tashlasa-yu, ammo yuzsizga, ya'ni otalik qarzlarini his qilmaydigan tirik tovonga aylanib olsa, baribir u pastkashning betiga qarama. Bolalaring hamiyatsiz, otaning ro'parasidan o'sgandan ko'ra vijdonlik onaning qo'lidan non yeb ulg'aygani ma'qulroq. Agar u bemor bo'lganda, biror falokatga uchrab, o'zini o'nglolmay qiynalganida sabr qilsang, yordam bersang, asrab qolsang yarashar edi. Surunkali ichadigan kishi odam qiyofasidagi maxluqdir. Undan nari turish halokatdan nari turishdek gap. Men bu maslahatni eringga qasd qilib aytayotganim yo'q. Bu ketishdan o'zing qattiq bemorlikka uchrab qolishing, otasining har kungi mojarolari ichra bolalar go'daklikdanoq sinishi yoki ko'zlari o'rganib ulg'ayganlarida uning qilmishlarini takrorlab qo'yishlari mumkin. Bu eng yomon ko'rgilikdir. Mana shu satrni o'qiganimdan keyin erkaklar, даже ayollar hozir ichadigan bo'lgan ayrimlari ichmasligilarni, ichsa ham me'yorida ichmasligilarni va shu narsani targ'ib qilishinglarni xohlagan bo'lardim. Nimagaligini bitta savol o'zida juda ham katta qilib, juda ham chiroyli qilib yoritib berilgan. Keyingi kitoblarimizda ko'rishguncha